etizdeki bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Ning beshidan ulinadigan shakli. Misol ilippa ning beshidan ulinadigan shakli. Misol dengiz ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol terak ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol qo'sh eriq ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol xuanxi ning ayrim shakli. Misol judu ning oyog'idan ulinadigan shakli. ning ayrim shakli. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Ilippa harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Dengiz harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Terak harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qo'sh eriq harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Xuanxi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Judu harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Iti, ishi, iyi, tishi, tishini, yeshini, beshini. Önkürdeki iyiqchaq. İyiqchaqning uyi tog' önkürdə ekan. Bir kuni dadisi iyiqchaqqa: "Biz daraxt kesib kelib, yog'ochdan uy yasab, shu uyda turayli" debdim.
Bahar kelganda ular o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar bix surib chechakligan ekan. Buni ko'rib, iyiqchoqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz kepti. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar büyük bıraksam bulup ketken ekan. İyiqchoqning daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymabdi. Kuz kepti. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtda mevlar pishib ketgan ekan. İyiqchoqning daraxtlarni kesishga zotli ko'zi qiymabdi. Qish kepti. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda qushlar daraxtlarga chang'i tizgan ekan. İyiqchoqning daraxtlarni kesishga yana ko'zi qiymabdi. Aylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Ular davomli tog' o'nkirda yashayveribdi. O'rmonlikdagi hayvonlar iyiqchoqning oilasidagilardan intayin ta'sirlanib, ularga dasta-dasta yov gullarni taqdim qilishibdi.